chempionlar ham dam olish va sog'likka e'tibor beradi. 2024-yil Parijda bo'lib o'tgan yozgi Paralimpik o'yinlarda uzunlikka sakrash bo'yicha Paralimpik va jahon chempioni Asila Mirzayorova o'z sog'ligini mustahkamlash uchun Merak sanatoriyasini tanladi. Meraki sanatoriyasiga xush kelibsiz. Rahmat. Asilaxon, nima uchun sog'lig'ingiz va dam olish uchun Meraki sanatoriyasini tanladingiz? Meraki sanatoriyasini tanlaganim sababi bu yerda juda ham tabiati, havosi va tinchligi menga juda ham yoqadi. Sanatoriyada juda ham professional muolajalar bo'ladi. Sportchilar uchun bu juda ham dam olish maskani juda ham yaxshi ahamiyatga ega. Shuning uchun Meraki sanatoriyasini tanladim. Bu yerda sizga eng katta taassurot qoldirgan jihat qaysi bo'ldi? Meraki sanatoriyasini tanlaganim bu yerda ko'proq menga yoqqani shu atrof muhit, tabiati va tinchlik. Tog' bag'rida juda ham tinch osoyishtalik yoqdi menga juda ham. Xizmat ko'rsatish hamma sifatlari ham yaxshi. Aylanadigan joylari ham ko'p, dam oladigan maskan deb ayta olaman bemalol. Rahmat. Meraki sanatoriyasini boshqalarga tavsiya qilarmidingiz? Albatta, Meraki sanatoriyasini faqat sportchilarga emas, hamma insonlarga, yoshlardan tortib kattalargacha tavsiya qilaman, chunki dam olish ham kerak. Har bitta sohada inson charchaydi, ishlaydi, mehnat qiladi. O'shaning uchun o'zini sog'ligini qayta tiklash uchun dam olish ham muolajalar zo'r o'tish uchun Meraki sanatoriyasini tanlashlarini aytgan bo'lardim. Asilaxon, bizni tanlaganingiz va bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizni yana sanatoriyamizda kutib qolamiz. Rahmat katta.